Bir kuni bir yigit ostanovkada turarkanda mashina to'xtamasmish. Bir mashina to'xtabdi-yu, savol beribdi: "Ukam, palonchini uyi kerak" degan ekan. Как раз mana shu yigitni yo'lida ekan yo'lanish. Meniyam olib keting o'sha yo'ldaman, o'sha aytgan odamingizniki degan ekan. Yo'q, yukim ko'p, men odam ololmayman, shoshilyapman, aytsang ayt, bo'lmasam ketib qolaman degan ekan. Mundoq borib chapga borasiz, chapdan o'ngga borasiz. Keyin tepaga chiqasiz, keyin chapga yurasiz degan ekan. Bu yog'i haqiqatan cho'zilib ketdi uka, chiq derkanda. Bitta svetofordan shunday burilib, to'xting masjidga derkan u yigit. Mana shu o'sha Quyong'ilaydi uyi bo'ladi deb tish qolarmiz.